Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men tilla zavodda yarim yil zargar yordamchisi bo'lib ishlaganman va meni tilla olishda qizlarga maslahatlarim. Birinchi o'rin probasi qancha baland bo'lsa, shuncha yaxshi. 900 va 750 probali tillalar olishni nasihat qilaman, chunki kelajakda pul juda ham zarur bo'lib qolsa, Lumga borib ko'proq foydaga almashtirib olsanglar bo'ladi. Va ikkinchisi, toshi kam bo'lsin, chunki mayda brilliantlarni hech qanaqangi foydasi yo'q. Minus qilib tashladi bo'ldi. Oddiy siklonlarni ham тоже minus qilib tashlaydi, grammi kam chiqadi. Va tillaning grammi kam chiqsa, foyda ham kam chiqadi. Uchinchisi, agar brilliantli yuvelirka olsanglar, ogrankalari ko'proq va kattaroq brilliant olishni nasihat qilaman. Chunki mayda brilliantlardan foyda hech qanaqa kelmaydi. Faqatgina haqiqiy katta va ogrankalari ko'proq brilliantlar ko'proq foyda olib keladi. Faqatgina shunaqa brilliantlarni kelajakda sotib ko'proq foyda olishingiz mumkin. Va kichkina brilliantlardan bo'lsa hech qanaqangi foyda bo'lmaydi. Va kelajakda agar ortiqcha pulingiz bo'lib qolsa, nimaga ishlatishni bilmasangiz, slitka olishni maslahat qilaman. 999lik. U kelajakda sizga xuddi investitsiya bo'ladi.